Xorazmda Ozodga prank. Olib keldim. Ukajonim. Shunday bo'lsa-san. Baxtimga Ozod uyquni silishni yaxshi ko'radi. To'kilib ketmasa. Xudo o'zing kechir. To'kilib ketib qoldi. Açmoqda. Nima qildi? Quloq to'xta, qimallama. Açmoqda. Terim shilinib ketadi. Ishima qilmadimi? Ish qilib. Ben eslik o'chidi. Soat necha bo'ldi? Jo'ski bo'ladi, duvda. O'zi, banisiga borish kerak. Bu chiqmaydi, mana qarang. Bu chiqmaydi bu. Voy. Yulib olsangiz, go'shi bilan chiqib keladi. Yo'q. Banisiga borish kerak. Yurmayapti. Zajgalgada yo'qib olsa bo'yladim uxlayotganimda. Ay! To'xta, nimani chiqarib olish kerak? Yig'lab olsammi? Yo'q, nimadir suraylik. Prank bo'lgandan keyin, shou bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? Yig'layapti deb achinmayman-ku. Bas. Buxoroga ketamiz endi. Buxoroda ko'rasiz, okey.